Inson qachon farovon to'qchilikda yashaydi, qachonki u mehnatdan qochmasa, biror bir yumush bilan band bo'lsa. Chortoqlik Arabbayevlar oilasi ham buni amalda isbotlamoqdalar. Oila boshlari vaqtincha ishsiz, biroq ozgina turtki va ko'mak natijasida bugun ular o'z oilalariga daromad olib kirish barobarida o'zlarining bandliklarini ham ta'minlashgan. Samimiy mehnatkash bu oila bilishadiki, bugungi imkoniyatlardan foydalangan inson kambag'al bo'lmaydi. Nafaqat tomorqada ziroatchilik, balki bozorda savdo-sotiq o'quvini olgan oila bugun dehqon bozorida qo'li-qo'liga tegmay savdo qiladi. Mana issiqxonamizni 25 sotug'dan 10 sotug'ini zamonaviy issiqxona qilganmiz. Mana hozir sotuvga kelishga boshladi. Kunlik 400 ming, 500 ming atrofida uzib sotyapmiz. Kambag'allikdan farovonlik sari mana turmush sharoitimizni yaxshilamoqdamiz. Yurtboshimizning 2024-yil 23-sentyabrdagi 330-sonli hamda 12-sonli qarorlari asosida kambag'allikdan farovonlik sari tamoyili ijrosida Namangan viloyatida ham ehtiyojmand oilalarning moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, ularni oilaviy daromadlarini oshirish, farovon turmush tarzini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina Chortoq tumanida ham 2350 ta oila kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan bo'lib, hozirda 1261 ta oilalar kambag'allikdan chiqarildi. Aholini kambag'allikdan chiqarishda asosan ular o'rtasida tomorqadan samarali foydalanish tajribasi ommalashtirib, bandligi ta'minlanmoqda. Yuqoridagi Arabbayevlar oilasi ham o'z issiqxonalarida yetishtirilgan mahsulotlarni bugun tuman bozorlarida kambag'allikdan farovonlik sari dasturiy ijrosida tashkil etilgan maxsus rastalarda imkoniyatdan foydalangan holda xaridorlarga yetkazib, oilaviy daromadlarini oshirmoqdalar. Pomidor bodring sotamiz. Shu pomidor bodring mahsulotlarini ko'kat erta bahorda zelin mahsulotlari yetishtirib chiqamiz. Davlatimiz tomonidan shunday keng imkoniyatlar bilan chiroyli joylar yaratib berishdi. Shundan foydalanib maxsus rastalarda pomidor bodring sotamiz. Er-xotin ishsizlar ro'yxatida turib, o'zimiz band qilib, mana shu yerda savdo qilamiz, daromad qilamiz. Tomorqadan Rastagacha tamoyili asosida bugun tumanda 12 ta ehtiyojmand oilalar uchun 41 kvadrat metr joyda 12 ta rastalar tashkil etilgan. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi, iqtisodiyot va moliya boshqarmasi, bozorlar uyushmasi, hokimliklar hamkorligidagi bunday amaliy ishlar viloyatning barcha shahar va tumanlaridagi dehqon bozorlari hamda maxsus do'konlarda tashkil etilgan. Maqsad aholini savdo nuqtalarida o'zini bandligini ta'minlagan holda xarajatsiz, emin-erkin savdoni amalga oshirishlariga ko'maklashishdir.